Assalomu alaykum hammaga. Men ismim Dilshodbek va bugun bizda Inha universitet talabalari Fotima, Mushtari men bilan birga va bugun biz o'zimizning ilk podkastimizni suratga olishga qaror qildik. Bugungi podkastimiz mavzusi asosan IT ga aloqador bo'ladi va mehmonimizni ham tanishtirib o'tsak, avvalambor sizga katta rahmat. Bugungi mehmonimiz Rustamjon aka. O'sha Muhammad hammamiz biladigan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent texnologiyalar universiteti, ya'ni ko'pchilik biladigan o'sha TATU universitetining multimedia texnologiyalari kafedrasi mudiri Rustamjon Tohirovich bilan bugungi podkastimizni boshlaymiz. Rustamjon aka, Tohirovich. Uzr. Rustamjon Tohirovich bilan bugungi podkastimizni boshlaymiz. Rustamjon aka, o'zingizga qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Men shu 2009-yildan beri TATUda, ya'ni 2009-yil TATUga kirganman. Bakalavrni shu TATUda tamomlaganman. 13-yildan keyin 15-yilgacha magistraturani o'qiganman. 15-yildan buyon shu multimedia texnologiyalar 15-yilda multimedia texnologiyalar kafedrasida o'z faoliyatimni boshlaganman. Ya'ni kabinet mudirligi lavozimidan assistent katta o'qituvchi, hozirgi kungacha assistent vazifasini bajaruvchi va hozirgi kunda multimedia texnologiyalar kafedrasi mudiri faoliyatini yuritib kelmoqdaman. Ya'ni o'zingiz shu universitetda o'qigansiz, o'zingiz shu universitetni bitirgansiz, magistratura ham shu yerda o'qigansiz, ilgari? Magistraturani ham shu yerda tugatib va shu yerda ishga qolib ketgansiz. Da bu yaxshi. Albatta yaxshi. Keyin bu ishdan tashqari, ya'ni TATU o'qishdan, universitetdan tashqari ham bu loyihalarda ko'rinish bergan joylar bo'lgan. O'zingiz qaysi loyihalarda qatnashib, startaplarda shunga o'xshagan? Yo'q, asosan TATU ishtirok etgan ko'rgazmalarda loyihalar bilan TATU bilan birgalikda olib chiqilgan shu ko'rgazma loyihalarda birga bo'lgansiz. Ishtirok etgansizlar. Va xo'sh, bugun erkin mavzu o'zida, erkin mavzu, ya'ni IT haqida umumiy suhbat olib boramiz siz bilan. IT dagi qarashlaringiz qanaqa? Bugungi kunda bilasiz, sun'iy intellekt asosiy rivojlanib borayotgan narsa va o'zi umuman sun'iy intellektga qanaqa qaraysiz? Sun'iy intellekt o'zingiz kundalik turmush tarzingizda foydalanyapsizmi? Hozirgi kunda deyarli rivojlanib kelayotgan bir yo'nalishlardan, sohalardan biri hisoblanadi. Ya'ni davlat rahbarimiz ham e'tiborlari tushgan yo'nalishlardan biri sun'iy intellekt hisoblanadi. Biz ham hozirgi kunda sun'iy intellektga murojaat qilamiz. Murojaat qilmasdan ilojimiz ham yo'q, chunki bu sohada rivojlanish uchun albatta hozirgi kunda bilamiz, ya'ni shu sun'iy intellekt rivojlanib kelayotgan yo'nalishlardan, sohalardan biri hisoblanadi. Davlat rahbarimiz tomonidan ham bu sohaga, bu yo'nalishga bir qancha e'tibor qaratilgan. Hozirgi kunda biz ham shu faoliyatimiz davomida sun'iy intellektdan foydalangan holatda ish faoliyatimizni ham olib borib turamiz. Ya'ni sun'iy intellektga tayanib qolmaganmiz. Hozirgi kunda baribir inson omili birinchi o'rinda turadi. Rolini bor inson omilida, bu albatta to'g'ri. Endi kirib kelayotgan sohada, masalan, oddiy o'sha prezidentimiz aytib o'tdingiz, oxirgi islohotlarni olib qaraydigan bo'lsak, o'zi yaqinda bir Amerikaga tashrif bo'ldi, butun Markaziy Osiyo davlatlariga ko'rgan bo'lsangiz, shunda ham O'zbekiston nechta Boeing samolyotlari sotib oldi va shu bilan birgalikda shu yangilik davomida o'qib qoldim. Sun'iy intellekt bo'yicha ham Amerika bilan o'sha vazirimiz, raqamli texnologiyalar innovatsiyalar vaziri Sherzod Shermatov o'zlari o'sha Amerikadagi o'sha mutasaddilar bilan birgalikda sun'iy intellekt sohasida ham ancha kelishuvlarga erishimiz. Men rost eshitib qoldim, chunki bu katta narsa. Amerikadagi katta davlat bilan birgalikda sun'iy intellekt, ya'ni ular bizga e'tibor qaratish. O'zi Trampning gaplarini eshitgan bo'lsangiz kerak, ya'ni O'zbekistonni qanaqa maqtadini ularda intervyulardagi eshitgan bo'lsangiz, ko'rgan bo'lsangiz yangiliklarda. Umuman Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarini, ya'ni bu davlatlarga biz e'tibor qaratishimiz kerak, ko'proq investitsiya kiritishimiz kerak degan ma'nodagi gaplar bo'ldi. Unda siyosat taraflama ham ozgina xabarimiz bor, shuning uchun aytib bermang. Albatta bu Amerikaga bo'lgan tashrifdan, ya'ni bizning O'zbekiston
sohamiz bo'yicha qilingan bir qancha samarali shartnomalar tuzilgandan xabarimiz bor, eshitdik. Albatta bu bizani rivojlanishimizga, bu sohani rivojlantirishga foydali va samarali bo'ladi hisoblayman. Shunaqa, albatta. Menda yana bitta savol keladi shu orada. Ya'ni sun'iy intellekt o'zi mana universitet jarayonida kuzatasiz. Talabalar foydalanishiga qanaqa qaralyapti? Masalan, talabalarga loyihalar berganda sun'iy intellektdan foydalanishga ruxsat beryapsizlarmi yo bo'lmasa cheklanishlar bormi? Ya'ni talabalarda masalan bizada universitetda INXAda sun'iy intellektdan foydalanishga ruxsat berishadi. Berishmaydi, berishadi. Lekin o'sha narsani, ya'ni bilmay emas, ya'ni nima demoqchiman? Tushunib turib qilishing kerak deyishadi. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri sun'iy intellekt nima desa, shunday olib copy paste qilib qo'y, ya'ni oddiy tilda aytganda copy paste qilib qo'yma deyishadi. O'zing o'rganib chiq, u senga yordam beradi. Chunki sun'iy intellekt bir katta ustoz deb bilaman-da men. Bir katta ustoz, sun'iy intellektdan bir ustozda, uni miyasiga butun bir ilmlar, butun bir kitoblar, butun bir internet jamlab qo'yilgan bir ustoz u ham. To'g'ri, endi savolingizga keladigan bo'lsak, bizda ham cheklanmagan talabalardan foydalanish yoki ish jarayonida foydalanish bo'yicha. Albatta hozirgi kunda sun'iy intellekt shunga juda ham tayanadi, nima deydi, yotib qolayotgan talabalarimiz ham mavjud. Yo'q emas. Shunda ham biz foydalanishga ruxsat beramiz-ku, lekin bunga juda ham berilib ketish odamni fikrlash qobiliyatini, o'ylash qobiliyatini pasaytiradi. Shuning uchun biz ham talabalardan foydalaninglar, olinglar, albatta o'rganib chiqinglar, tahlil qilinglar, ko'ringlar, haqiqatga bir xil ma'lumotlar olamizku, sun'iy intellekt ham ochiq resurslardan ma'lumotlarni olib bizga beradi. To'g'ri bo'lmagan ma'lumotlar ham, yolg'on ma'lumotlar ketib qolishi ham holatlari kuzatilgan. Kuzatib boramiz. Asosan dunyoni rivojlanishida va texnologiyalar rivojlanishida inson ijodkorligi eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Lekin hozirgi kunda dolzarb masalalardan bo'lgan sun'iy intellekt inson ijodkorligini qaysidir ma'noda ilgarilab ketmoqda. Savol paydo bo'ladi. Bugungi kunda sun'iy intellekt modeli inson ijodkorligini to'liq almashtira oladimi yoki faqat kuchaytiradimi? Ya'ni sun'iy intellektdan to'g'ri foydalangan holatda bu inson ijodkorligini kuchaytirish mumkin degan xulosani berishimiz mumkin bo'ladi. Albatta to'g'ri foydalangan holatda faqatgina sun'iy intellektga tayanib qoladigan bo'lsak, bu aytganimdek, sun'iy intellekt o'zini ishlatib, uni berayotgan ma'lumotlarni tahlil qilmasdan, analiz qilmasdan, inson omilini qo'shmasdan ishlatadigan bo'lsak, bu insonni kelajakda sun'iy intellektga qaramligiga olib keladi. Bilamizki, shu insonni miyasi shunaqaki, qancha ishlagan sari charxlanib boradi, ochilib boradi deymiz. Qanchalik ishlamasa, bu ishlash susayib boradi, o'ylashi, fikrlashi susayib boradi. Shuning uchun sun'iy intellektni qo'llagan holatda ishlatib, undan yana tahlil qilib, o'zi ijodkorligini, yana unga nisbatan baribir odam inson sun'iy intellektga ham inson yaratgan, odamlar tomonidan yaratilgan. O'z fikrlarini yana sayqallashtirsa, bu undan ham yaxshi natijalarni olish imkoniyatini beradi. Sun'iy intellekt xatolari haqida gapirganingizda bizda yana bitta savol borda. Hamma narsani o'zini kamchiliklari bo'ladi, to'g'rimi? Shu jumladan sun'iy intellektdan. Shu xatoliklarga kim javobgar bo'lishi kerak? U ishlab chiqargan odamlarmi yoki uni ishlatadigan odamlarmi yoki sistemani o'zimi? Ma'naviy immunitet degan tushuncha bor. Aytimiz tomonlardan kiritilgan immunitet degan ma'naviy immunitet bekorga kiritilmaganda, internetda bo'ladimi, qayerdadir biror ma'lumot bo'ladimi, olgandan keyin albatta odam uni o'qib ko'rish kerak, o'ylab ko'rish kerak, tahlil qilib ko'rish kerak. Bekorga shunga boydan beri urg'u berayotganimiz yo'q. Normal odam, sog'lom ma'naviy immunitet shakllangan inson bu ma'lumotlari ChatGPTdan oladimi, sun'iy intellekt boshqa modellardan oladimi, noto'g'ri ma'lumotligini sal o'ylasa, tahlil qilsa biladi, bilib olish mumkin. Shuning uchun bu sun'iy intellektdan foydalanib, uni xato qilgan odam bu insonning xatosi ko'proq deb bilaman men.
endi har qanday tizim yoki biror bir qurilma biror bir kashfiyot bo'lganda u boshlanishiga juda ham mukammal bo'lmaydi. U qancha takomillashtirilgan sari uni ustida qancha amallar olib borilgan sari takomillashtirib boriladi. Foydalanayotgan hozir sun'iy intellektga modellarini ko'radigan bo'lsak, ChatGPTni ham 2 yil oldingi 2 ko'radigan bo'lsak, hozirgi ChatGPT 4 bilan solishtiradigan bo'lsangiz, bir qancha takomillashtirilgan. Ya'ni odamga o'xshab shu fikrlashi, fikrlarni berishi, maslahatlar berishi, ya'ni o'sha ChatGPT yaqinda o'sha AQShdamida ogohlantirib chiqarildiki, undan so'rov olsangiz, ya'ni Google Microsoftdan so'rov olsangiz, sizni nima so'rovlar sun'iy intellekt bilan nima to'g'risida gaplashganlaringiz to'g'risida ochiq, ya'ni tergov jarayoniga taqdim qilish mumkin. Shunaqa huquqlarni ham e'lon qilishdi, to'g'rimi? Bu bekorga emas. Shuni orqasidan bir qancha, ya'ni shu jinoyatchilarning jinoyatlari ham oshkor bo'ldi. Shunaqa ma'lumotlarni ham o'qigan edik. Ya'ni shu qanaqadir jinoyat qilgan, sun'iy intellektdan so'ragan, ya'ni men bu jinoyatim uchun qancha olishim mumkin, men nima qilib qo'ydim, nima qilsam bo'ladi. Ya'ni tergov jarayonida keyin u ma'lumotlarni olinganda haqiqatdan bu o'sha jinoyatlarni sodir qilganligi yana bir bor tasdig'ini topgan. Ijodkorlik haqida gapirganimizda, ijodkorlikni eng asosiy joylardan biri kasblar, to'g'rimi? Bu savolga hali hech kim aniq javob bera olmagan. Qaysi kasblar sun'iy intellekt ta'sirida umuman yo'q bo'lib ketishi mumkin? Endi bu tomon qaysi kasblar umuman yo'q bo'lib ketishi mumkin desak, ya'ni kasblarga bo'lgan talab qisqarishi mumkin. Ya'ni buni ko'p vazifalarni, ya'ni sun'iy intellekt egallashi mumkin bo'ladi. Bitta hozir mana ko'radigan bo'lsak, data analitika sohasini misol tariqasida keltiradigan bo'lsak, o'sha bu sohaga bo'layotgan talablar kamayib boryapti. Bizning prognozimiz bo'yicha 5 yil ichida bu soha, ya'ni to'liq sun'iy intellekt egallaydi. Multimodality kirib kelyapti. Shunga o'xshagan sohalar, ya'ni grafika hozir ko'radigan bo'lsak, ya'ni yana film suratga olish, ya'ni san'atkorlarda ashula kechagina bir bizni she'r berib uni ashula qilib ayttirdik. Shunga o'xshagan yo'nalishlarni to'liq desak ham bo'ladi, sun'iy intellekt egallashi mumkin. Bir shu joyda o'zim fikrimni bildirib ketsam, to'liq, menimcha to'liq ololmaydi. To'liq ololmaydi. Ya'ni siz o'z fikringizga men to'liq qo'shilaman, to'liq ololmaydi. Bu как menga o'xshaydi. Amerikada bir vaqtlar odamlar qo'l mehnatidan, endi bir vaqtlar emas, adashmasam shu 90-yillardan oldinroq qo'l mehnatidan unga o'tishganga avtomatlashtirish kerak. O'sha bir ishsizlik, inqiroz Amerikada, moliyaviy inqiroz bo'lganda, lekin odamlar vaqt kelib o'sha avtomatlashtirilgan avtomatlarning zavodlarga moslashgan, avtomatlashtirish jarayoniga moslashgan. Bu holat ham shunaqa bo'ladi. Hech kim ishsiz qolmaydi. Bir moment bo'ladi, shunaqa jarayon bo'ladi. Ya'ni qaysidir davr bo'ladi. Hamma ishsiz yoki hamma shunaqa bo'ladi, lekin hamma o'rganib olib, keyin bunga moslashib ketamiz. O'sha bu bizga yordamchi bo'lib qoladi qanaqadir. Shunga moslashib. Aytganingizdek qanaqadir davr bo'ladiki, shu odamlarda hozir sarosima deydimi? Mana shunaqa o'tish davrida mana shunaqa holat bo'ladi. Nima bo'lar ekan endi? Odamlar ishini robotlar bajararmikan yo sun'iy intellekt qilarmikan degan hozir shunaqa davr desak ham bo'ladi, o'tish davri. Aytganimizdan keyin 100% sohani, ya'ni sun'iy intellekt yoki qaysidir robot egallay olmaydi. Baribir inson omili bu yerda rol o'ynaydi. Albatta. O'zi O'zbekistonda sun'iy intellekt bo'yicha mana ko'ryapmiz, o'zi ishga talab unchalik emas, u darajada emas, ya'ni aytilganidek emas. Ko'pincha startaplarda ko'ryapmiz-da. Startaplar olib chiqishyapti sun'iy intellekt va sizlarda universitetda sun'iy intellekt bo'yicha qanaqadir tizim yo'lga qo'yildimi yo bo'lmasa yo'lga qo'yish niyatidamisizlar sun'iy intellektni kollaboratsiya qilib o'zlaringiz universitetda tizimlarni baholash, reytingli bilmadim. Shunga o'xshagan tizimlarda. Biz hozir universitetga keladigan bo'lsak, ya'ni universitetimizda ham katta bir o'zgarishlar, yangiliklar bo'lib turibdi. Xabaringlar bor, sentabr oyida universitetimizni 70 yilligi bo'ldi. Albatta tabriklaymiz. Ya'ni 70 yilligi doirasida
Fab Lab, Living Lab ochilgan, ya'ni asosiy binolarimizda, ya'ni sun'iy intellekt laboratoriyalarimiz tashkil qilingan. Bu laboratoriyalarimizda, ya'ni o'quv jarayoni uchun ham har bir jarayonda darsda qatnashayotgan talabalarni qay darajada e'tiborli bo'lyapti dars jarayoniga. Sun'iy intellekt orqali monitoring qilish tizimlari ham joriy qilinyapti hozir. Bir qancha yo'nalishlarimizga ham, ya'ni sun'iy intellekt loyihalari, sun'iy intellektga bo'lgan e'tibor yana hozir aytib o'tdingiz, baribir qanaqadir kam. Bizda shu fikrga sal teskariroq fikr deymizmi? Ya'ni kundan kunga sun'iy intellekt bo'lgan har bir soha yo'nalishlarimizda, ya'ni soha korxonalarda ham, ya'ni sun'iy intellekt o'qitish bo'yicha, qo'llash bo'yicha bizdan qanaqadir o'quv kurslarini tashkil qilish yoki sun'iy intellekt bo'yicha xodimlarga bo'lgan talab bor. So'ralib turibdi. Ko'p ortib boryapti. Kundan kunga ham ortib boryapti. Albatta. Sun'iy intellekt kundan kun rivojlanib boryapti. Loyiham bizni kafedra bilan sun'iy intellekt kafedrasining bir loyiha qo'shma loyihasi bor edi. Ya'ni inson yuragini tashxis qo'yadi, ya'ni apparatlar orqali o'sha modelni qilingan edi. Bir grafik tomonni biza kafedramiz qilib bergan edi. Sun'iy intellektda shu olinayotgan signallar orqali sun'iy intellekt tashxis qo'yishi. Shunga o'xshagan loyihalar ham qilib turildi. Yana masofaviy ta'lim uchun bitta sun'iy intellekt loyihasi qilingan. Masofaviy ta'limda ya'ni o'qituvchi video darslik yozish kerak bo'ladi. O'z profilingizdan kirganingiz qoldi, ya'ni 30 sekundlik, 1 minutlik videoingizni qo'yasiz. Leksiyangizni o'qiysiz. Mikrofonda yozib turib, leksiyani o'qiladi. Leksiyangiz ovozingizni mikrofonda yozib turib, ya'ni o'sha videoingizga rang qo'yib borasiz, necha minutlik, ya'ni video sizga hosil qilib beradi. O'sha yerda даже qo'l harakatlaringizni, boshqa harakatlaringizni o'ziga moslagan holatda joylashtirish imkoniyati bo'ladi. Ya'ni 20 minutlikmi, 15 minutlikmi, ya'ni ma'ruzani video tasvir qilmasdan, yozmasdan turib, sun'iy intellekt qo'llagan holatda hosil qilish imkoniyatlaringiz mavjud bo'ladi. Shunaqa narsalar tavtida olib borilyapti. Olib boriladi. Kelajakda ham nasibsa yana yangi narsalar, yangi g'oyalar, yangi loyihalar ustida ishlar olib boriladi. Sun'iy intellekt kundan kunga rivojlanib boryapti. O'zbekistonni, aynan O'zbekistonni kelajagini sun'iy intellekt bilan qanaqa tasavvur qilasiz? O'zbekistonni kelajagini sun'iy intellekt bilan tasavvur qilish, ya'ni respublika rahbarimiz tomonidan sun'iy intellektga bo'lgan e'tibor boya eslab o'tdik, yana ham oshirilgan. Ya'ni sun'iy intellekt o'sha aytib o'tganimda sun'iy intellektdan foydalangan holatda, to'g'ri foydalanmasak, ishlatmasak, texnologiya kundan kunga uchib yugurib boryapti dedik-ku, endi uchib boryapti. Undan foydalanmasak biz yeta olmaymiz. O'shandan foydalangan holatda u ma'lumotlarni ko'rib, o'shanga moslab o'tishga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Oldin aytadi, yetib olish uchun yugurishing kerak, yurib ketyapti, hozir yugurib ketyapti, endi uchib ketyapti hozir. Sun'iy intellekt bilan. Shu jarayonlarga yetish uchun, shu jarayonlarni ustida tahlillar olib borish uchun, ishlash uchun, bundan o'tish uchun albatta bu texnologiyalardan foydalanishimiz kerak. Har bir sohaga kerak bo'lsa, har bir yo'nalishga bu texnologiyadan qo'llashimiz kerak bo'ladi. Samarali natija olish uchun. Albatta unga tayanib qolgan holatda emas, o'sha qo'llagan holatda har bir yo'nalishga samarali natijani olishimiz kerak bo'ladi. Menda yana bitta savol bor. Mana sun'iy intellekt yoshlar ko'ryapti, mana lichdan mana o'zim, shaxsan o'zim ham. Masalan, o'zimiz tengi bolalar orasida, o'zimiz tengi studentlar orasidagi uni aytsam sizga, suhbatlar, jarayonlarni aytsam, qanaqa bo'lyapti? Masalan, software engineer o'zim so'zlayman, app engineer, web application, mobile application injenerlari bu internetda hamma joyda shu sun'iy intellekt. Ular o'zini sohasini, ya'ni yaxshi ishlab turgan sohasini tashlab sun'iy intellekt o'rganishga kirib ketish qanchalik to'g'ri? Masalan, men birinchi kursda bitta do'stim ko'rganman, u web application, ya'ni software injener bo'laman deb o'rganish boshlagandi.
keyin orada sun'iy intellekt yana bo'lib ketib qoldi. Masalan, internetlarda hamma joyda sun'iy intellekt o'rganish kerak ekan degan narsa chiqib qoldi. И vdруг, ya'ni birdaniga tashab o'zini o'qib turgan narsasini chetga surib, "Men sun'iy intellekt o'rganaman, kelajak bunday ekan." Ammo unga aytdimki, işte, to'xtab tur, hali u faqat yangiliklarda shunaqa. Agar haqiqiy hayotda olib qarasak, degan ish masalasi hali u darajada aniq emas. Ya'ni o'zing sohangni o'rganish boshlading, oxirigacha yetkaz, keyin sekin-sekin yana yangiliklarga ham o'tib ketaverasan. Ya'ni parallel o'rganishni taklif qilyapman oz-ozdan. Ya'ni o'zini sohasini tashlab ketmasdan. Siz nima deysiz shu narsaga? Shunaqa fikr borki, biror bir mahsulot ishlab chiqarish uchun bir qancha texnologik jarayonlardan o'tish kerak bo'ladi. Men talabalarga dars berayotganimda ham biror bir mahsulot olishda shuni ham aytib o'taman. Bu ishlab chiqarish bo'ladimi? Bu mahsulot ishlab chiqarish bo'ladimi yoki biror bir dasturiy mahsulot bo'ladimi? Buning uchun albatta sifatli mahsulot olish uchun bir qancha texnologik jarayonlarni qo'llash kerak bo'ladi. Oddiygina mana shu kasbimizni tikadigan bo'lsak ham bitta stanokda tikmaydi, demoqchiman. To'g'ri chokda bitta stanok to'g'ri chok tiksa, bitta stanok qasir emblemasini tikadi, bitta stanok qasir ketlasin. Bir qancha stanoklardan o'tadi va ish jarayonidan upakovka bo'ladi, dazmollanib upakovka va sifatli mahsulot bo'ladi. Ya'ni dasturiy mahsulotlarni ishlab chiqishda ham xuddi shunaqa. Aytayotganingizdek, boya parallelni olib ketish, ya'ni u dasturchi bo'lsa faqat kod yozishga tayanib qolish kerak emas, sun'iy intellektni ham qo'llab ko'rish kerak. Hozir mobil applicationchilarni ham, mobilchilar ham, dasturchilar ham sohasiga kirib boradi. Albatta sun'iy intellektni qo'llash kerak, ya'ni qaysi dastur ishlatish kerak bo'ladi. Eng sifatli mahsulot chiqarish uchun bir nechta jarayonlarni qo'llashimiz, qaysi baza ma'lumotlar bazasini hozirgi rivojlanayotgan strukturlanmagan deymiz, katta ma'lumotlar baza hajmli bazalardan foydalangan holatda qanaqadir platforma bo'ladimi, dastur bo'ladimi, bir qancha etaplardan o'tgan holatda, qo'llagan holatda sifatli, ya'ni dasturiy mahsulot ham olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, talabalarda har doim ham o'sha bitta narsaga qarab qolish kerak emas degan ma'noda aytayapman. Biror bir dasturiy mahsulot ishlab chiqarsamiz ham, grafik mahsulot bo'ladimi, har bittasini o'z o'rnini bor. O'rnida va joyida qo'llagan ma'qul bo'ladi. Parallel olib ketish yaxshi, lekin o'zini qilib turgan, o'rganib turgan narsasini tashlab ketish degani emas. To'g'ri. Parallel olib ketish kerak. O'zingizga ma'qullaysiz. O'zimga ma'qullaman. Siz gapingizdan shuni oldim, ya'ni parallel olib ketish kerak deyapsiz. Ya'ni uni ham o'rgansin, o'rganib ketaversin. Nima yangilik o'rganib ketaversin. O'rganish bo'lsa, sun'iy intellektga ham, dasturlash ham bo'ladigan bo'lsa, bitta bizning sohamizda shunaqaki, qaysidir jarayonni dasturlash bo'ladimi, sun'iy intellektchi bo'ladimi. Dasturlash zo'r bo'lsa, sun'iy intellektga ham kirib ketaveradi, bir 70% biladi degan. Qaysidir qismlarini o'rganib ketadi. Sun'iy intellektga bilsa ham, dasturlashga ham, boshqa yo'nalishlarga ham kirib ketirishi mumkin. Ammo ikkinchi yo'nalishimizga o'tadigan bo'lsa, umuman u sohani tushunmaydi degan emasda, shunaqa sal ozgina o'zini ustida ishlasa, u yo'nalishga ham kirib ketaveradi. Bizning sohamiz shunaqa. Tushunsak ham bo'ladi. Kasblar haqida savolimizga yana qaytsak. Qaysi kasblarni sun'iy intellekt almashtirishi mumkin degan savolni berdik. Endi yana bir savol paydo bo'ladi. Shunaqa kasblar borki dunyoda sun'iy intellekt ularga yetib borolmaydi. 5 yil, 10 yil ichida hali yetib borolmaydi. Ular inson omilini talab qiladi. Shunaqa kasblarda qaysi kasblar shunaqa bo'lib qoladi deb o'ylaysiz? Rahmat. Ya'ni bu sun'iy intellekt omili aralashmaydigan kasblar aytadigan bo'lsak, xizmat ko'rsatish kasblari, deylik, ya'ni yetkazib berish, sartaroshlik deymiz, shunga o'xshagan kasblar menimcha rivojlanib boradi. Sun'iy intellekt omili aralashmagan, qo'l mehnati bilan qilinadigan kasblar. Masalan, oddiy duradgorlik. Milliy duradgorlik. Hozir milliy duradgorlikka ham shunaqa stanoklar chiqib ketgan, siz naqshni andazasini bersangiz, taxtaga ham o'yib beradi, metalga ham o'yib naqsh yozib beradi. Ya'ni men qo'l masalan handmade degan narsa borku, qo'l mehnati orqali qilingan desa, masalan, uni ham qadrli emas, chetdan kelsa, bilasizku, turist handmade desa, u qo'lda qilingan, qo'lda chizarkan, qo'lda yana qilarkan desa, har doim ham o'sha
aytganingizdek qo'l mehnati qadrlanib berilgan, qadrlanib berilgan xizmat ko'rsatish sohalari, ya'ni bu hozir qayerdadir o'qidim, ancha bo'lib qoldi. Qaysidir soha imенно sohalar, bir qancha sohalar ro'yxati chiqqan edi. Sun'iy intellektga omillar ta'sir qilmaydigan, keyinchalik sun'iy intellekt rivojlanib ketganda ham bu kasb soha egalariga unaqa ta'sir qilmaydi degan. Bu o'sha kasb soha egalari xizmat ko'rsatish sohasi ko'proq oid bo'lgan kasb egalari edi. Albatta endi iltimoslarga ko'ra bizning vaqtimiz ham ozgina chegaralanib, mehmonimiz vaqtlari ozgina chegaralangan, o'zimcha ham ko'p bo'lmagan vaqtga ruxsat olib bu podkastni tashkil qilganmiz. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, o'z izohinglarni qoldirishinglar mumkin, like bosishinglar mumkin, komment qoldirishinglar mumkin va hokazo ulashishinglar mumkin. Sizga ham katta rahmat. Rahmat sizlarga ham katta. Iliq suhbat uchun albatta rahmat. Biz xursand bo'ldik shu Tartu universitetini inha talabalar va uni so'rab kelganda professorlarni bemalol ochiq ko'ngillik bilan mana bunaqa muhitda kutib olganlaringiz o'zi bir katta biz uchun hurmat ma'nosida rol o'ynaydi. Rahmat sizlarga ham, bemalol eshigimiz ochiq. Sizlar bilan fikr alishish, ya'ni talabalar, xalqaro universitet talabalarining fikrlarini bilish, yaxshi ya'ni fikrlar, g'oyalar sizlardan olib bizni universitet talabalariga shuni qo'llasak biror bir natijaga erishamiz albatta. G'oyalar, fikrlar olib o'quv jarayonida qo'llash imkoniyatlari mavjud bo'ladi bizda. Albatta. Har doim sizlarga eshik ochiq, bemalol kelishinglar mumkin. Sog' bo'linglar. Sog' bo'ling.